Do'stlar, biz asal bayramiga mehmonga keldik. Tanishinglar, O'zbekistonda asalchilar uyushmasi raisi Erkin aka. Erkin aka 1 yil oldin siz bilan ko'rishdik. Bultur hakras shu payt. Bayram mana bu yil ham davom etyapti. Nechinchidan nechinchigacha? 2-dekabrdan 11-dekabrgacha. Chetda aylanib chiqamiz bunda. Bu yerda hammasi jismoniy shaxslar, dehqonlarning o'zi. Bizda shuncha ko'p asalchilar bormi O'zbekistonda? O'zbekistonda respublika miqyosida 35 mingta asalari subyektlari bor. 1,800,000 ta asalari oilalari bor. Eksport qilamiz ham asalni? Asalari oilalarini eksport qilamiz. Qozog'iston, Rossiya, Qirg'iziston, Tojikiston, Ozarbayjonga. Tamana ko'raylik endi asalni tamana. Eng qimmat asal qaysi? Buni Zomin tog'ini qoladi. Zomin tog'ini asali eng qimmati. Dahshat. Bitta hisob bering menga huquqiga. Bu yarmarkani tashkil qilishdan maqsad tabiiy mahsulotni arzon sotib, aholiga arzon sifatli tabiiy mahsulot sotish maqsadi. Odamlar ham kelib, aylanib, bepul kirib, ko'rib, tanishib, ta'mini ko'rib, kerak bo'lsa eng zo'r narxda asallarni xarid qilib ketishi mumkin. Shunday 50 xildan ziyod asal bor. Lekin hammasini o'zgacha ta'mi bor-da. Hammada har xil chiqadimi baribir? Chunki har xil gullar bor. Erkin aka qaysi viloyatlardan kelishgan bo'lsa, butun respublikaning asalchilari kelgan. Butun respublika, Qoraqalpoq, Buxoro, Samarqand, hamma yoqdan. Hamma joydan bor. Do'stlar, xullas kelaylik 2-dekabrdan 11-dekabrgacha soat 9 ertalabdan 7 kechgacha Anhor Lokomotiv parkida asal bayrami o'zim mana chidomiy asallarni olib tashladim. Eng tabiiy, eng zo'r narxdagi asallar. Charchamay Erkin aka. Toza asallar. Keyingi yil ko'rishguncha endi. Keyingi yil ko'rishamiz. Sog' bo'ling.